$1 dard eshitdinglar. Nima bo'ldi? Sinfdoshlar yig'ilamiz dedi. Hamma yo'q menga tushdi. Men qildim hamma yo'qni. Qilyapman hozir. Endi tiyodi. Bu nima go'shtmi? Go'sht. Go'sht, meva, cheva, suv. Sen olib turaver, keyin yig'ib beramiz. Olgan narsa boshlandi. Turibdi hamma yo'q bo'ldi. Bo'ldi. Men kelishmaydi. Aka, sizni do'stlari hamma yo'lda olib turaver, hozir boramiz deyishdi. Hozir 1 million deb tursan, Ha. $50 beraman. Sinfdoshlarim yog'ildi mana shu o'rib o'tib ketishadi. O'sha ham Bolas mahallada bolalar. Yo'q, bu bola sho'rlik qaranglar. Sizni do'stlar bilan qiynamanglarmi, bola? Yanidan 1 million sarflab olib sotaman 500 mingga bo'lsa ham deyapti. Atiyam yamini berish, unaqa qilishni. Atinibmi, bizinibmi? Va A bilan B bo'lganda keladi, aka. Bunisiga men ham javob bera olmayman. Mayli endi do'stim, ehson baribir yaxshi. Ehson bo'lmaydi, yeb olaman o'zi, menga kelishmasa.